Bu hayot biz uchun nima odamlar? Sinovmi, jumboqmi yoki bir o'yin? Bilmoqqa qanchalar intilsang agar, yashamoq shunchalar tuyular qiyin. Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan Abduhalim Bro. Albatta obuna bo'ling va bizni kuzatishni davom eting. Hurmatli do'stlar, ijtimoiy tarmoqlarda bir video tarqalib ketdi. Bu videoda o'g'irlik sodir bo'lgan. Magazindan bir ayol o'g'irlik qilayotgan payti qo'lga tushgan. Ushbu videoni siz bilan birgalikda ko'ramiz va o'z fikrimizni bildiramiz. Shunday so'rasa ham berasizlar-ku. Necha yillardan beri bo'lgani bu tamomat yopishimiz kerak. Hozirgi bitta holatgina keyingi общество bu erini chaqiramiz, aka-ukalarni chaqiramiz. O'zbekistonga chaqiramiz. Qaytarilmaydi, uni eringizga, ota-onangizga aytasiz qaytarilmaydi. Pishirib yemaymi qaytarib. Videoni ko'rib turibsiz. Videoda nima uchun haligi ayolni yuzini ko'rinmaydigan qilib qo'ydim? Chunki qaysidir ma'noda birovni aybini ochish, uni butun olamga dasturxon qilib ochish, uni kimligini ko'rsatish bu to'g'ri ish emas deb hisoblaganim uchun, shuning uchun ayolning yuzini xira qilib qo'ydim. Bu video bilan bu ayolni oqlamoqchi emasman. Shunchaki biz bandamiz, xato qilamiz. O'g'irlik nima uchun qilinadi? Muhtojlikdan yoki-da tezroq boyish uchun. Albatta o'g'irlikni biz oqlamaymiz. O'g'irlik qilish kerak emas. Birinchidan albatta uni orqasidan topilgan mol dunyo harom. Ikkinchidan esa bu gunoh. Men bitta narsaga hayron qolaman. Syomka qilyapti mana. Mayli xo'p, syomka qilishyapti. Mana shu videoni olishyapti. Ushbu video agar isbot uchun bo'lsa mayli, o'sha olayotgan odam da men bu videoni isbot uchun olyapman. Masalan, ichki ishlarga topshirish kerak bo'lsa, ushbu videoni men isbot uchun olyapman. Yoki topshirish kerak bo'lmagan taqdirda ham, kechirgan taqdirda ham uydagilarga ko'rsataman. Mana sizni ayolingiz shunaqa qildi yoki sizni qizingiz shunaqa qildi deyish uchun olyapman degan maqsadda olsa mayli. Olsin. Lekin mana bunaqa qilib ijtimoiy tarmoqlarga tarqatib yuborish nechog'lik to'g'ri deb o'ylaysiz? Kommentariyada o'z fikringizni bildiring. Albatta chiroyli xulq bilan. Meni fikrim bo'yicha, meni shaxsiy fikrim bo'yicha bunaqa videoni tarqatish bu juda ham yomon. Nimaga deysizmi? Chunki ushbu ayolning qo'shnilari bor, qoni qarindoshlari bor. Obcha singillari bor, aka-ukalari bor, tanish bilishlari bor. Albatta ushbu videoni ko'rgandan keyin bu odam haqida ular qanday o'ylaydi? Ko'chada qanday bosh ko'tarib yuradi? Shu narsalarni ham o'ylash kerak deb hisoblayman. To'g'ri, hozir siz aytishingiz mumkin. Buni o'g'irlik qilishdan oldin o'ylash kerak edi deb. Lekin bitta narsani esdan chiqarmaylik. Biz bandamiz va xato qilamiz. Lekin bu yerda bu narsa haqida o'ylanmagan. Chunki video hozir butun ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ketdi. Albatta, Yangiyer katta shahar emas, kichkina. Hamma yerda bir-birini taniydi. Bilmadim. Endi bu ayol ancha paytgacha ko'chaga chiqishga uyaladi. Qoni qarindoshlar o'sha bu ayol bilan boshqacha munosabatda bo'lishi mumkin. Yana bilmadim. Davom etamiz. Shikolatlar ham bo'lish kerak. Kamron. Imuha. Kamron. Maylut dedi, bunlarda to'langan narsalar shunaqa qarab. Hisobla buni kalkulyatorga. Necha marta kelgansan? Ol kalkulyatorni, ma, o'zing hisoblada. Necha yildan beri qilyapsan bu o'g'irlik? Sen shu sirib bilan o'lik ham barsiz. Hisobla, ma, o'zing hisobla. Bular bo'yin Qaytarmay pishirmay, to'g'ri yeringni ota-onang chaqir. Necha pishirmayman, qaytarmayman. Senaqa iflos ko'payib ketgan. Aka, ko'tarishing kerak. Qaytarmaydi, mas hisoblab to'laysan hammasi o'g'irlagan narsangni. Hozir uyingga ham olib uchastka obis qildiraman. Necha marta o'g'irlik qilding? Aytchi, Xudodan olsin. Necha marta qilgansan, ayt. Gapir. Qanaqa 2-3 marta yillar davomida qilyapsan? Menga aql o'rgatasan, men hisoblada eringni chaqirib ketmaysan. Oborib uchastkoga chaqir, oborib tiqtir qonimni.
Yopmaysan, ering chaqdi. Men shuni hozir olib kelib, eringni enang o'rtang yopadi kamol. Bayda. Nargiz. Ayzan naqa chiroyli tepa chiqib, bizni telefon bilan tushsin. Endi u kasaba suvda olib ketganda chaqirdim, barni suvingizda aytib bilasizmi? Nima deb jini olmaysiz? Hisoblash bormi? O'tgan safar Nima qilmagan sana ite, o'tgan osing safar yo'q. borku, o'sha kelinchak aytolmayapti. Aytsam erim meni uyda haydab yuboradi deb qo'rqyapti. Da do'stlar, dilni xira qilaydigan har xil haqoratlar bu yerda albatta. Bunaqa paytda masalan jinoyatchi qo'lga tushdimi, unga ishni gapirmaslik kerak. Prosta ichki ishlarni chaqirish kerak, qilgan ishini ko'rsatish kerak xolos. Uni haqorat qilib, turtib, tortib, orqa oldinga tortib, it harom deb, eringni chaqir deb. To'g'ri, o'g'irlik qilingan, lekin ichki ishlar bor, qonunlar bor. Odamlarga nima bo'lyapti? Hayronman. O'tgan safar bir narsa olib ketdi. Imzolik qildim, kelolmadim. Hozir hammasini hisobdan chiqarib, eringizga aytib, chaqiring. Mana bu achkilik odam bo'limeni muomala qilyapti. Chaqiring eringizni. Sizlab gapiryapti. Albatta bu to'g'ri yondoshish qaysidir ma'noda. Chunki albatta bu ayol o'g'ri bo'lgan taqdirda ham kimnidir xotini, kimnidir opasi, kimnidir singlisi, kimnidir qizi, qaysidir ma'noda bir oilaning sha'ni, ya'ni bir ayolning sharmanda bo'lishini oldini olish uchun shunchaki syomka qilish kerak emas edi. Yoki-da syomka qilgan taqdirda ham uni ijtimoiy tarmoqlarga chiqarish kerak emas edi. Nechi marta qilgansan, it? Qanaqa nechun har safar qilganda qilyapti. Har safar qilganda qilyapti. Nima debsa xudodan qo'rqsa, xudo o'ylasan. Xudo urib qo'ydi seni, sal shuni bil. Bola chaqangga o'zing o'ylagan. O'z xudo urgan bandasi, xudo Qani, singlisini telefoni bormi? faqat ering Telefon chaqir. Yo, aytib chaq. Qarang, aytib chaq. chaqiring. Nima deysiz? Mana erimni oldi. Yo, mayli, qarang, bu yoqqa qarang. Menga telefon qilib ber, qani nomeri? Telefon qil, eringni bilan chaqir otani ketmaysa men. O'zi qilmayapti. Chiqib qo'rlayman seni. Gaplarni qarang. Qanaqa gaplar. Telefon qil, it eringni chaqir. It eringni chaqir. Kuchukday xo'rlayman seni debdi. Itday xo'rlayman seni debdi. To'g'ri, qaysidir ma'noda bu odamni ham tushunaman. Jahlda asabi o'ynayapti. Endi shunaqa devoryapti-da. Sizningcha mana shu gaplar yaxshi gaplarmi? Yana bir marta aytaman do'stlar. Men o'g'irlikni oqlamoqchi emasman. Shunchaki inson qadrini o'ylab bu gaplarni gapiryapman. Inson qadrini. Nima demoqchiman? Odam qadri deganda baribir insonmiz, bandamiz, xato qilamiz. Mayli xato qildik. Qonun oldida javob beraylik. Bunaqa qilib videoga olib, odamni butun dunyoga sharmanda qilib, videoni ijtimoiy tarmoqlarga tarqatib borib, bunaqa ish kerak emas edi demoqchiman xolos. Yo, yerini chaqiradi, tuzuk oilani odami bu. Evet, qimillama. Asamizmi qo'yib yuboraman. Yeysan hozir. Mayli, bardon chaqiraylik. Chaqir, kim biladi, avliyomi? O'g'ri bo'lsa O'zi haq qilolmaysiz. Men hozir falon chaqiraman. Mayli, bolalarga aytdim, aytvoradi endi. Srochniy kelishingiz kerak. Kelaverasizmi? nechi marta Gap bunday emas, siz bizni mamlakatimiz ahvol qarang. Men buni to'g'rigacha yuribsiz, uxlamaydi, ishonasizmi? Qilayotganingiz yaxshimi shu? o'g'irlik Kerak qilgan. emas. Ayasini chaqirib, sharmanda hech qilib. Chaqir, ayasini chaqir. Oda telefon ayasini o'rnida chaqir. Qarang, gapda. Sharmanda ekan. Yo'q. Kerak emas menga. Men hozir navbat opingiz bilan gaplashib. Onangni kelib Juda klassik. Yo'q, Farhod aka o'zi. Nimadan nima qilasiz? Nega nima qilasiz? Jumladan bular, jumladan iris sifatida topadi nima? Nega nima qilasiz? Jumladan bular, jumladan iris sifatida topadi nima? Mana bu xolani qaranglar. Kimlardan bular, kimlar, nima qilasiz xola? Nima qilasiz? Kimlardanligini bilib nima qilasiz xola? Nima kerak sizga bilib? Narsani oling-da ketavering. Narsani oling, ketavering. Nima qilasiz so'rab, kimlardan bular, kimlardan bular deb. Mahallada duv-duv gap bo'ladimi? Narsani oling va keting. O'g'rilik bo'ldi, jinoyatchi qo'liga tushdi. Eshikni yopib,
razbor qilib olish kerak edi birinchi. Qanaqa zamonda yashayapmiz. Odam odamga bir nima deydi? Rahim, shafqat degan narsalar yo'q. Bir bu ham odam-ku, xato qilgandir degan narsalar yo'q. Ayting, sabab nima? Mana bu yallasam. Hozir qarang, men mana menga bittagina hisobladim. Manolar qachon olish mumkin? Yo'q, qaytarlar. Bu siz Xudodan qo'rqmaydigan odam ekan. Bitta bizda emas, boshqa yerda ham qilyapsiz. Bola chaqasi bormi? Ay, Zo'r kelajakda o'g'il, zo'r qiz bo'lib yetishadi. Sizdan ham buyuk bir zo'r bo'ladi. Xudo xolasa rohatini ko'rasiz o'sha qizni o'g'ilni. Xudo xolasa keladi. Yo'q, yeb bo'lgan u. qarang, qaytarmaydigan nima degan? Yo'q, Aysatcha. Siz mehnatimizni olyapsiz, yaqin. Nima deysiz? Nima deysiz? Necha yillardan beri o'g'layapsiz muttaham. Sen bo'yningga olasanmi hozir? Ha? Iflos og'zingni yo'q. Uruldi. Hozir o'sha kelinchak qilib, chaqirib kelsa sharmanda bo'ladi. U bir. Xullas do'stlar, mana videoni birgalikda ko'rdik. Nima uchun ushbu videoni qilib chiqdim? Hozirgi paytda mana shunaqa syomka qilib tarqatib o'raydiganlar juda ham ko'payib ketdi. Juda ham ko'payib ketdi. Syomka qiladi, qaysidir ma'noda o'zicha Superman bo'lmoqchi bo'ladimi, bilmadim. Xullas tarqatib o'rishadi. O'ylamaydi. Farzandlari bor, kelajagi bor, qo'ni-qo'shnilari bor, qarindosh urug' bor. Ota-onasi erta qanday bosh ko'tarib yuradi degan fikrlar bo'lmaydi bu odamlarda. Rosa syomka qiladi-da, tarqatib o'radi. Tarqatib o'r deydi. Hamma ko'rsin deydi. Do'stlar, yaxshi ish emas bu. Birovni hayotini qaysidir ma'noda buzyapsizlar o'sha. Buzyapsizlar-da. Prosta birovni hayotini ag'dar-to'ntar qilib tashlayapsizlar. Bitta xatosi uchun. Albatta bu o'g'irlik kichkina xato emas, katta xato. Lekin ichki ishlar bor buning uchun. Yokida kelishib olish, bir murosa degan shunaqa narsalar bor, bir gaplashib olish. Mana shunaqa odamlar ko'payib ketdi. Syomka qilib tarqatib boradi. Bir marta o'zingizni o'sha ayolni o'rniga qo'yib ko'ring. Agar ayol kishi bo'lsangiz, yokida erkak kishi bo'lsangiz, singlingiz ana shunaqa holatga tushib qoldi. Yokida opchangiz, yokida xotiningiz, masalan. Va faraz qiling, ushbu video ijtimoiy tarmoqlarda yuribdi. Va buni butun dunyo ko'ryapti. Ya'ni butun O'zbekiston ko'rdi o'sha bu videoni menimcha, chunki ijtimoiy tarmoqlarda zo'r aylandi bu video. Juda ham zo'r aylandi. Aytmoqchi bo'lganim, videoni tarqatish, hozirgi paytda mana shunaqa videolarni tarqatish juda ham trendga chiqib ketdi-da, bunday olib qarasa. Erta masalan mana shu videoni ijtimoiy tarmoqlarga chiqarib o'rgan odam, sizning ham farzandingiz yoki qarindoshingizmi yo birontasimi ana shunday ijtimoiy tarmoqlarga bunaqa o'g'irlik bilan emas, boshqa narsa bilan chiqib qolsa nima qilasiz? Boshqa jinoyat bilan chiqib qolsa nima qilasiz? Videoni oxirida nima demoqchiman? Kim bir musulmonning aybini yashirsa, Alloh uning ham ayblarini yashiradi.